Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek men Behruz Masharipov va bugungi darsimiz hikoya yo'nalishi haqida. Men oldin hozir darslik oldim 25 minutlik, lekin ovozi yonmay qolgani uchun ovozi yo'q bo'lib qolibdi. Shuning uchun qaytadan olyapman darslikni hozir. Полностью darslikni boshidan oxirigacha ko'ringlar. Bitta shu 10-15 minut vaqtingizni sarflasanglar, zo'r narsalarni, shu ko'p narsani tushunib olasizlar. Chunki hikoya yo'nalishi ham o'zi boshqacha tema, o'zi erpinlari mingta prosodrga kamida 10-15 dollar to'laydigan yo'nalish. Mana shunaqa narsalarni o'rganib qo'ysanglar, ertaga shunaqa yo'nalish qilgan payti sizlarda savol tug'ilmaydi. Qanaqa qilsam ekan, qanaqa qilinadi bu narsa degan savol tug'ilmaydi sizlarda. Odam o'zi qanaqa qilib qiladi ekan bu narsalarni degan narsalar bo'lmaydi. Hikoya yo'nalishi qanaqa? Mana shu hikoya yo'nalishi deyiladi. Kanalda ko'rsanglar Revenge Fury degan oddiy shunaqa tema. Mana qaranglar. Previewlari ham почти bir xil. Prosta ustidagi teksti va mana bu qizni personaji o'zgaradi. Bu hikoyalar nima o'zi? Nima haqida aytiladi? Bu yerda hech qanaqa 18+ yoki diniy yoki boshqa narsa emas. Bu yerda faqat hayotda olingan qanaqadir hikoyalar, masalan, nima desam, masalan, mana bu yerda yozgan My brother said when I came home for the New Year party deyapti. Mana ukam aytdiki, men qachonki yangi yil bayramiga kelganimda deyapti. This year's only for real family and deyapti. Buni ukasimi, akasimi aytibdiki unga yangi yilda bu yil faqat bu yilgi yangi yil faqat bizning oilamiz uchun debdi. Tipa buni mensimaganga olib, sen bizning oilamiz a'zosi emassan degandek qilib shunaqa bir g'alati hikoyalar. 11 mingta prasor bo'lgan 14 soatda qo'limdan kelgancha tushuntirishga harakat qilyapman. Endi kulmaysizlar, hikoyaning o'zi nomi shunaqa, men qo'yib qo'yganim yo'q. Mana shunaqa gaplar. Buni ko'rishadi, ko'radimi o'zi deb savol berishinglar mumkin. Faqat 50-60 yoshdan kattalar ko'radi, qari odamlar. Qarilar ko'radi. Uni Amerika auditoriya вообще baland bularda. Birinchida Amerika, ikkinchida United Kingdom turadi, ya'ni Angliya. O'shunaqa auditoriya bunda. Keyin buni qanday qilinadi desanglar, to'xtanglar, hozir bitta narsa ko'rsatay sizlarga. Sekund do'stlar. Bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Videoda ishlatilgan hamma materiallar men Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalim silkasi esa kuchukcha Amerika passiz YouTube deb yozsanglar, meni kanalim chiqib keladi. Men mana shu videoda nima ishlatsam, qaysi saytga kirsam, hammasi shu Telegram kanalida bo'ladi. Keyin do'stlar, men yaqinda privatniy kanal ochdim. O'zimning darsliklarim, privatniy darsliklar bor. Ko'p narsalar o'rgatmaganman sizlarga. O'sha darsliklar o'sha privatga qo'shilib bo'lgan, ya'ni shaxsiy kanalim. Любой время men bilan gaplashishinglar mumkin. Shunda Telegramga kirib savol bersanglar, men sразу javob beraman. Privatga shunaqa darsliklar bor. Spiskasi Telegramda berilgan, qadab qo'ying. Shuni ustiga bitta bossanglar, darslikka o'tadi. Tanishib, qo'shilish uchun shartlarni aniq qilib Telegramga yozsanglar, men bilan gaplashsanglar, o'zim gaplashib qo'shib qo'yaman. Mana sun'iy intellektda darsliklar bor. Sun'iy intellektga darsliklar, tekinga cheksiz rasm generatsiya qilish, video generatsiya qilish, oзвучка qilish, hikoya yo'nalishlari, har xil Farming Simulator, BeamScript, Garage Mode, Roblox hamma darslik bor, qarash. Ishqilib shunaqa do'stlar, qiziquvchilar bo'lsa, Telegramdan yozsalar, men hammasi bilan gaplashaman. Endi biz hikoya yo'nalishni qilishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib nima qilamiz? Birinchi bo'lib ChatGPT ga kirib olamiz. Mana oddiy ChatGPT bizada oddiy ChatGPT ga kiramiz. Bizada hozir yangi chat ochamiz. Mana yangi chat ochamiz. Yangi chat ochganingizdan keyin shunaqa gaplarni yozasizlar. Mana shu gaplarni yozasizlar. Bu promptlarni hammasini men sizlarga doc fayl qilib, ya'ni anaqa tekstoviy fayl qilib tashlab beraman. Mana hozir buni yozamiz. Hikoya yo'nalishi deb nom beraman. Mana shu doc faylning ichiga nima yozishlar kerakligini hammasini kopyurat qilib tashlab qo'yaman men. Birinchi bo'lib mana shuni yozasizlar degani. Yo'q. Mana birinchi promptimiz mana shundan iborat. Mana birinchi promptimiz mana shu. Mana birinchi prompt mana shu. Xuddi mana shunaqa qilib men sizlarga Telegramga tashlab qo'yaman. Mana birinchi prompt deyilgan. Mana shuni olasizlar, kopyurat qilasizlar, ChatGPT ga ketma-ket tashlab borasizlar. Bo'ldi. Sizlar qiladigan ishlar shu. Yozib o'tirmaysizlar.
Birinchi promptimiz mana shunaqa. Menga shu yo'nalishda kanal ochmoqchiman. Bu mening konkurentlarim deb kanal berganman. Mana shuni kanalda analiz qiladi ChatGPT. Analiz qilgandan keyin mening kanalim ingliz tilida bo'ladi deysizlar. Ingliz tilida bo'ladi. Keyin bizga mana bunaqa nom beradi mana. Kanal nomi uchun ideyalar beradi. Sizlar mana shu yerdan o'zingizga xohlagan nom belgilaysizlar. Men Tales of Revenge degan nom tanlaganman. O'shani tanlaganingizdan keyin hozir promptni ham qo'shamiz. O'sha ikkinchi prompt. Mana shu. Mening kanalim ingliz tilida bo'ladi. Buni mana shu faylni Telegramga tashlab qo'yaman. Endi buni aytganimizdan keyin Tales of Revenge degan tanladim men. Men shu nomni tanladim dedim kanalim uchun. Nom tanladim. Endi bu kanalim uchun nom tanladi. Keyin kanalim uchun описание tayyorladi. Keyin video struktura, ya'ni yangi video uchun mana bu struktura berdi. Endi bu kam, bu juda ham kam, 1,5 minutlik video bo'lsa kerak. Keyin bizni yozamiz. Mana bunaqa tekstoviy format juda ham ko'p bu. Buni ana shu narsadan olasizlar. Fayldan. Men shunday videolar tayyorlashim kerak. Bu konkurentlarimning videolari deb yozamiz. Video nomi mana shunaqa. Buni bir kanalda olganman. Buni o'zi copyright qilib shuni tashlaysizlar sizlar. Shuni copyright qilib tashlaysizlar. Juda ham ko'p ekan. Tashlaganingizdan keyin analiz qiladi ChatGPT bu narsani. Полностью analiz qiladi. Полностью analiz qilgandan keyin esa bizga mana shunaqa ano berdi. Analiz qilib bo'ldi. Keyin bu yerda biz uchun video nom berdi. Yangi video tayyorlashimiz uchun nom. Mana shu ikkita nom berdi. Ikkita nomni bittasini tanlaymiz, farqi yo'q. Ikkinchisi video uchun описание beradi. Tayyor описание hashtaglari bilan mana. Keyin 4-chi ssenariy. O'sha bizga 10 minutlik ssenariy beryapti bu mana. Mana shu yerdan to pastgacha bu mana shunaqa 10 minut 33 sekundlik ssenariy ekan bu. Endi buni biz copyright qilamiz ssenariyni o'zini. Buni hozir anaqa 949, 924 degan anaqa keraksiz so'zlari bor. Buni ozuvchi qilgan paytda bunaqa gaplarni aytib yormasligi kerak. Shuning uchun biz buni aniq qilishimiz kerak, yo'q qilib yuborishimiz kerak. Endi buni qanaqa yo'q qilamiz? Mana shunaqa copyright qilamiz ssenariyni полностью boyagi boshidan mana 00 dan to oxirigacha copyright qilamiz. Mana shunaqa copyright qilamiz. Keyin esa copyright qilganimizdan keyin mana shunaqa yangi chat ochamiz ChatGPTda. Mana shu yerga tashlaymizdagi. Mana shunaqa prompt yozamiz. Qaranglar. Menga shu ssenariyni ovoz sun'iy intellekt orqali ovoz qilishim uchun tayyor copy paste qilib tayyorlab ber deb yozamiz. Mana buni prompti ham mana shunaqa. Menga shu ssenariy sun'iy intellekt qilib tayyorlab ber degan ham o'sha fayl ichida bo'ladi. Mana bu hamma keraksiz bo'lgan tekstlarni olib tashladi va tayyor qilib berdi bizga buni. Ssenariy qilib berdi. Endi buni copyright qo'yganimizga, tayyorini mana shuni copyright qo'yganimizga mana shu yerga tashlaymiz yana. Men tayyorini tashlaganman. Yo'q, mana buni tashlaganman. Tayyor qilib olganmiz buni. Mana tayyor qilib oldik. Tayyor qilib olganimizdan so'ng hozir mana shu tayyor ssenariyni copyright qilamiz mana. Tayyor ssenariyni copyright qilar ekanmiz. Tayyor ssenariyni copyright qildik. Endi bizga oзвучка qiladigan sun'iy intellekt kerak. Oзвучкani qanaqa qilamiz? Google AI Studio saytiga kiramiz. Telegramda bo'ladi, silkasi albatta. Home'ga o'tamiz. Keyin Generate Native Speech with Gemini degan bor, shunga kiramiz. Single Speaker degan bor. Mana shunga kiramiz. Keyin tekstoviga mana shu tekst tashlaymiz mana o'zi. Anonimizni, ssenariyimizni. Mana bu yerdan esa o'zimizga kerak bo'lgan ovozni tanlaymiz. What's a skill? What kind of Mana shuni tanladim, masalan, o'g'il bola. Mana shuni tanladim. Keyin run degan tugmani bosamiz. Runni bosdik. O'sha bu aylanib turibdi. Mana shu yerda bizga hozir 5-10 minutdan keyin oзвучка qilib beradi o'zi 10 minutlik videoni. Menda o'sha oзвучка qilingan, mana 10 minut 55 sekundga oзвучка qilib bergan. O'zi men qilib qo'yganman. nights I spent in boots instead of pajamas. My mother Ko'rgan bo'lsanglar, mana oзвучка qilingan o'zi. Oзвучка qilingandan keyin buni mana uni ustiga bosib sketch qilamiz. Downloadni bossanglar sketch qiladi. Sketch qo'ygandan keyin biz kaputga kiramiz, yangi proyekt ochamiz. Yangi proyektga sketch qo'ygan mana shu oзвучкani tashlaymiz. Oзвучкani tashlab mana shu timeline-ga o'tkazamiz. Mana bizda o'sha 10 minut 55 sekundlik oзвучка bor.
Endi biza video qilishimiz kerak. Bizda faqat qora fon bo'lib turibdi. Videoni qanaqa qilamiz? Bizaga anaqa videolar kerak. Ana uzr do'stlar, tilimiz sep chiqib ketdi. Anaqa deganim, anaqada. YouTube kirasizlar. No copyright background video ana. No copyright background video deb yozasizlar. Keyin nature deb yozib qo'ysanglar tagiga, yoniga tabiatni videolar chiqib keladi. Bu degani no copyright degani ishlatish mumkin bo'lgan, birovlar jalaba tashlamaydigan fonlar, orqa fon videolari. Bizga ko'proq 10 minutlik, 18 minutlik mana bor ekan. Mana shunaqa orqa fonlar olamiz yoki mana 10 minutlik bor ekan. Mana shuni shunday mana free stock footage degan, free degan tekin ishlatish uchun mumkin. Bemalol ishlasanglar bo'ladi qayta. Hech kim jalaba tashlamaydi. Mana sherni bosasizlar, kopiyani bosasizlar, sketch qilib olasizlar. Bu joyda botdanmi, saytdanmi, umuman farqi yo'q. Videoni sketch qilib olsanglar bo'ldi. Men sketch qilib qo'yganman mana. Videoni sketch qilib qo'yganimdan keyin mana turibdi video. Sketch qilib qo'yganimizdan keyin buni videoni tashlaymiz hozir. Hozir do'stlar. Bu videoni tashlaymiz biz kaputga. Videoni tashlab oldik. Videoni tashlab olganimizdan keyin mana fon bor bizda. Buni sal uzaytiramiz mana bu yerda. Ozuchga tugaguncha. Bizda anu tayyor, fon tayyor. Endi buni sal kiritishimiz kerak. Bizda o'zgartirish kiritishimiz uchun fayllar kerak. Bu fayllar mana Telegram kanalida bo'ladi. Birinchi bo'lib qora fon kerak. Bu qora fon nimaga kerak? Qora fon bizda mana bunaqa tagiga mana tekst yozilib turibdi, ko'rgan bo'lsangiz, tekst mana shu qora fonning ustida. Shu qora fonni hozir tayyorlaymiz. Biz qora fon tashlab oldik. Buni maskga bosamiz, add mask bosamiz. Mana shu maskni mana shunday qilib sal kichaytirib, kattaytirib, razmerini to'g'irlab qo'yamiz. Mana sal pastroqqa tushirishimiz kerak. Keyin blend degani bor. Blendni biz mana shu yerdan 80% qilib qo'yamiz mana. Blendni 80% qilib qo'yganimizdan so'ng mana pastda qora fon paydo bo'ldi mana. Endi azbuchka qilishimiz kerak. Azbuchka qildik. Bizga mana bunaqa narsa kerak. Mana bunaqa ism yozilib turishi kerak. Bir nima ustida. Menda qizili bor. Mana bunaqa hozir tashlayman. Mana. Mana shu qizili bor menda. Buni ham Telegram kanalida olasizlar. Mana shu qizilni olib turib, mana shu yerga qo'yasizlar. Keyin mana shu ismini yozib qo'yasizlar qanaqadir. Masalan, men nima deb qo'yaman? Qiz bolam, o'g'il bolam o'zlarining personajlariga qarab, biz hozir men qiz bolam ko'rsataman. Masalan, inglizcha Jennifer deb yozamiz. Jennifer deb yozdik. Sal buyora turadi. Mana bu qizni personajini qo'yib qo'yamiz hozir. Jennifer belgilaymiz. Bu yerda tekstillar bor, mana yashilni tanlab qo'yaman. Bo'ldi do'stlar, mana bu tayyor. Endi qiladigan ishimiz nima? Endi qiladigan ishimiz tekst nomini yozdik, ismini. Endi qizni generatsiya qilish kerak. Bu qizni topish kerak. Bu qizni qayerdan topamiz? Hozir mana shu videodan Premierni mana olib turib screenshot qilib olishimiz kerak. Mana shu birov videosini mana screenshot qilib olamiz, qizni screenshot qilib olamiz, copyright qilamiz. Keyin biz ana saytga kiramiz. Google AI Studio degan boyagi saytga kiramiz. Keyin bizda home'ga o'tganimizdan keyin Nano Banana degan bor. Nano Bananaga kiramiz. Nano Bananaga kirganimizdan so'ng biz boyagi hozir screenshot qilganini tashlaymiz. Screenshot qilganini tashlaymiz. Tashlaganimizdan so'ng bizda ana yozamiz, prompt yozamiz, qaranglar. Just different clothes hair still clothes hair keyin nima desak, white background mana. Bo'ldi, shu promptni yozamiz, bu ham Telegramda bo'ladi. Bu degani shunchaki boshqacha kiyim, soch turmagi, hair still va oq fon degani korotchi ish qilib. Hozir bu mukammal emas, Nano Banana. Endi qo'ldan kelgancha zo'r rezultat olish uchun ko'proq harakat qilish kerak. Ba'zida bitta zo'r qilib chiqarib berish mumkin. Mana o'sha chiqarib berdi, normalniy. Buni yuklab olamiz. Yuklab olgandan keyin bizga mana bu sayt kerak. Remove bg degan. Remove bg degani fonni yo'q qiladigan sayt, orqa fonni. Bizda orqa fon oq bo'lib turibdi-ku, shuni yo'q qilib yuborishimiz kerak hozir. Mana shunga tashlaymiz. Hozir orqa fonni yo'q qilib yuboradi. Mana endi biz sketch qilib olamiz lekin kaputga tashlaymiz. Kaputga o'tkazaman. Mana kaputga o'tkazdik. Endi buni
Mana shunday qilib qizni joyiga joylashtirib qo'yamiz. Qiz joyiga joylashtiramiz. Mana bu qizilni sal uzaytirishimiz kerak ekan, kattaroq qilib uzaytirib, tekstni ham buyoqroqqa qo'ysak, mana bizda tayyor. Bu yerda tayyorladik. Bizda yana nima qoldi? Videoni hozir konkurent videosini ko'ramiz. Yana nima qilishimiz kerak biza? Bo'ldi menimcha. Endi sal o'zgartirish ko'rsataman sizlarga. Shunda ham straxovka olib, videomiz birovnikiga o'xshab, birovni fonini oldik-ku, o'xshab qolmasligi uchun bizda oq fon kerak. Oq fon tashlab yuboramiz. Oq fonni tashlab olganimizdan so'ng mana bu sal pastroqqa tushiramiz, mana fon ustiga, ya'ni videoni ustiga. Endi bu oq fonni blender bor-ku, mana blend opacity-sini sal kamaytirib qo'yamiz, masalan 30% qilib qo'yamiz mana. Sal oq aralashdi bunga. Endi oq aralashgandan keyin mana shu videoni belgilab turib, effektga kirib, effektlardan mana bu effektni belgilab qo'yamiz hozir. Menda favoritesda turibdi mana. By the fireplace degan, by the fireplace degan effekt. Mana shuni tashlab qo'yamiz mana shu videoga mana shunga ham. Bo'ldi mana o'sha qanaqadir yulduzchalar uchib yuribdi. Normalni o'zgardi orqa fon ham. O'sha xavotir olmasanglar bo'ladi. Hech qanaqa jalaba kelmaydi. Endi bizda ozuchka tayyor, video tayyor. Oxirgi narsamiz anaqa subtitr, mana shu tagida yozib turishi kerak. Subtitrni qayerdan olamiz? Mana shu Capcut'da audioni belgilaymiz. Captionga kiramiz. Caption subtitrni o'zi Capcut o'zi qilib beradi. Ingliz tilini tanlaymiz, keyin generate'da bosamiz. Mana hozir pulni generatsiya qilib bizga subtitr tayyorlab beradi. Men subtitrni hozir 100% bo'lgandan keyin pauzadan yoqaman videoni. Hozircha pauza qilib turaman. Mana do'stlar, subtitrimiz tayyor bo'ldi. O'zi avtomatik tagida chiqib turadi. Endi buni hammasini belgilab turamiz. Hammasini belgilaganimizdan keyin sariqni tanlab qo'yaman men, chunki sarig'i normalni o'zi. Mana shu sarig'ini tanlaganimizdan keyin mana shu yerda sal kichik bo'lib qolgan ekan, subtitrni kattalashtirib yuboramiz mana. Ikki qatorli gaplar bo'lsa, mana hali joy to'la. Buni sal kattaroq qilib qo'yamiz-da, mana. Mana shunaqa qilib bo'ldi. O'sha chiroyli bo'ldi. Полностью video tayyor mana 10 minut 55 sekundlik video tayyorlab oldik biz hikoya. Endi shunaqa qilib hikoya qilib har kun yuklashimiz kerak bittadan yoki konkurentimiz qancha yuklaganiga qarab, masalan mana bu kanal kuniga ikkitadan video yuklar ekan. Kuniga ikkitadan video degani qiyin emas. Вообще bu 20 minut video qilar ekan, sizlar 10 minut 15 minut qilaveringlar bemalol. Shunaqa kuniga ikkitadan yuklab tursanglar, hikoya kanallar agar mazasi ulanadigan bo'lsa, o'sha yog'i mazza. Bu yerda kattalar yo'nalishi detskiy yo'nalish emas, keyinchalik qanaqadir problemalar ko'p, unchalik darajada ko'p bo'lmaydi. Detskiy yo'nalishlarga qaraganda kam, prostor kam bo'lsa ham bu yerda irpimiz вообще baland. Shuni hisobga olib ishlaylar. Masalan 12.000 prostorga irpimi kamida $15 bo'lsa, 12.000 prostorga $15dan $180 pul вообще 10.000 ta prostorga. Shunaqa qilib do'stlar, yo'nalish shunaqa. Nima desam, bunaqa kanallar tiqilib yotibdi. Ichiga kirsanglar, yana ketidan chiqib kelaveradi. O'shanaqa qilib kanallarni topib analiz qilib, videolarini yanada kuchaytirishinglar mumkin. Shunaqa qilib do'stlar, darslik shundan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'lib, Telegram kanalimizda hamma hozir videoda ishlatgan saytlar, fayllar hammasi Telegram kanalida bo'ladi. Hammaga rahmat, hammaga omad.